Bugungi videomizda Minecraftdagi top 7 ta lifehacklarni ko'rib chiqaman. Sizlar bu Minecraftdagi top 7 ta lifehacklarni ko'rib chiqishdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va kommentariyaga bir baloga yozib qoldiringlar. Qanday biz videoni boshladik. Yo bo'ldi, sizlar videolaringizni ustiga 4K 8K gacha sifatli bo'lgan prevyular qidirasizlarmi? Unda men sizlarga eng arzon over design kanalini tavsiya qilaman. Atigi 10 ming so'mga. Kanal sizga esa videoni opsiyasida bo'ladi. Mana bo'ldi Minecraftga ham kirib oldik. Qaranglar bo'ldi. Bizda top 7-lifehack xosligini ko'rsatamiz. Minecraftda bilasizlar panda bor, lekin u pandaning lifehackini sizlar bilmaysizlar. Qarab turinglar bo'ldi. Hozir sizlarga pandani qanaqa lifehackligini ko'rsataman. Bu unaqa lifehack emas, просто o'zingiz uchun. Mana qaranglar bo'ldi. Bilsanglar bilmasanglar har xil hamma pandalarning o'ziga yarasha har xil xarakterlari bo'ladi. Misol uchun mana yuziga qaranglar bo'ldi. Mana bunisi xafa bo'lib turibdi. Bunisi xafa bo'lib turibdi. Bunisi amakisimi, dodasimi, cholmi kimdir ham korotchi. Ana bola bu kulib turibdi, tirjayib turibdi. Bunisi xafa bo'lib turibdi. Ko'rasizlar, bola har xil pandalar bor. O'zini har xil xarakterlarga ega. Mana tilini chiqarib turgan panda. Yo'qmi-yo. Bo'pti, korotchi. Yo. Nima qotdi? Yo'qmi-yo. Yo'qmi-yo, nima qotdi bu? What the fuck? Nima bu pandaga nima bo'ldi? Yo'qmi-yo. Pandaga nimadir bo'lgan. Yo'qmi-yo. Bo'pti, qarchi bolalar ko'rasizlarmi? Har xil pandalarning o'ziga yarasha yuzi bo'ladi. Mana basharasi, bunaqa bashara. Qarchi turli xil bashara. Yo'q, kasal bo'lib qo'yanmi? O'shancha ko'proq marojin yeyish kerak. Yo'qmi-yo. O'zi charchadi ko'rasizlarmi bolalar? Quvnoq bo'ldi, endi oxiri charchadi. Bu shunaqa umbuloq oshib charchaydi. Yo'qmi, bu ham kasal. O'shancha ko'proq marojin yeyish kerak. Mana bu tirjayib turibdi, bu xafa bo'lib turibdi, bu ham tirjayib turibdi. Ana bolasi. Nega bolasi xafa bo'lib turibdi? Xullas do'stlar, mana shunaqa treyninni yotaverasanmi? Sassiq. Qarchi bolalar mana shunaqa har xil pandalarning yuzi bo'ladi. Mana shunaqa har xil pandalarning yuzi bo'ladi. Qarchi endi bolalar biz endi keyingi lifehackga o'tamiz bolalar. Qanday biz keyingi lifehackga ketdik bolalar. Bolalar bilasizlarmi, yo Minecraftda to'tiqush bor. O'sha to'tiqush xoslarga zaharlash o'rgataman. Zaharlashning foydasi borligini to'g'risi bilmayman, просто endi o'zingiz uchun mana. Shunchaki просто pichni yedirib qo'ysanglar bo'ldi bolalar. Va отравление kasalligi bo'ladi va o'ladi oxiri mana. Buni hamcha tuzatish umuman iloji yo'q, вообще iloji yo'q bolalar. Bolalar to'tiqushlarga shunaqa bilmasdan adashib pichni yedirib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlar katta xato qilgan bo'lasizlar. Yoki to'tiqushlardan qutulish oson usul desanglar ham bu uradi bolalar. Mana bolalar ko'rasizlarmi? Qanday endi biz keyingi lifehackga ham o'tsak bo'ladi. Anaqa to'nqayib o'tamiz keyingi lifehackga. Qanday biz ketdik. Yo bolalar, mana 5-lifehackga ham keldik bolalar. Bu 5-lifehack qanaqa desanglar qarab turinglar bolalar. Mana shunaqa qilib, voy, yo'qmi-yo'q, qo'lim shunaqa ham qiyshum mana. Qarchi bolalar, mana shunaqa qilib turib bitta qo'yasizlar. Hozirlarga nima qurayotganimni ko'rsam, pastga ham bunaqa mana shunday bitta qo'yasizlar, keyin gilam qo'yasizlar. Mana qaranglar, hozir bu yopiq edi. Mana o't olmaysizlar, ko'rasizlar? Chunki ani yopiq edi. Mana gilamni ustiga qo'yasizlar. Buni ochib turib, shunday ustiga bitta gilam qo'ysanglar, ana endi o'tga turasizlar, ko'rasizlar? Bu bilan o'rtalariga qanaqadir prikolniy nimadir qilsanglar bo'ladi, qarchi. Agar tegini yopib qo'ysanglar, o't olmaysizlar, agar tegini ochib qo'ysanglar, bemalol o'tga turasizlar. Ko'rganinglarda ana shunday qilib bemalol o'tga ketasizlar. Qani biz keyingi lifehackga o'tamiz. Bo'ldi. Bu 4-lifehackni sizlar umuman bilmagansizlar. Minecraftda alkash bo'lishi mumkin ekan. Men buni Master Bratishga ham o'rganib oldim. Qanaqa Bratishga? Master Bratdan o'rganib oldim. Yo'qmi-yo'q, qaranglar. Minecraftda alkash bo'lishi to'g'ri o'zim ham bilmasdim. Просто Masterdan o'rganib oldim. Mana ko'rasizlar. Даже yurolmagan darajada kasal, отравление bo'lib kasal bo'lib ketasizlar. Uning ustiga ham riba, fugu kerak bo'lar ekan. Buni suvlidan ham balvona qiladi, to'singlar bo'ladi. Yo'q, mashina alkash bo'lasizlar, Yo'qmi-yo'q. Alkashlikni qaranglar, yo'qmi-yo'q. Voy bil. Bo'ldi, keyingi lifehackimiz Nether portalda bo'ldi. Sizlar mana Nether portal yonib ketib qolsanglar, mana qaranglar, yonibsizlar, suv sizlarga yordam bermaydi. Mana shunaqa qora naqasi kerak bo'ladi, sizlar ko'rasizlar. Yonayotganingizda bemalol o'chirib olasizlar o'zinglarni.
tushungan bo'lsanglar kerak. Qani unda biz endi keyingi layfhakka o'tamiz. Qani ketdi bolalar. Mana keyingi layfhakka ham kelib oldik bolalar. Bu layfhak bolalar creeper bilan. Mana creeper misol uchun portlagan sizlarning joyinglarni ko'p oladi. Agar oldiga bitta blok qo'yib turib anaqa qilsanglar, u portlaganda sizlarning bor yo'q yarimtagina joyinglarni oladi bolalar. Endi shunday qilib Minecraftda creeper ustidan izdevательство qilsanglar bo'ladi. Qani unda endi biz birinchi layfhakka o'tamiz. Har doimgidek to'nqayib o'tib ketamiz bo'ldi. Bo'ldi, agar sizlar otravleniya yoki boshqa kasallik, misol uchun joninglar ketadigan kasal bo'lsa, mana shu sizlarga oq suyuqlik, ana oq suyuqlik. Sizlarga molekog yordam kerak bo'ladi, ya'ni bu sigirni oq suyuqligi, oq suyuqlik demagani. Minecraftdagi sut bu bolalar, oddiygina sut, oq suyuqlik emas bu bolalar. Bolalar, mana layfhakimiz tugadi. Men sizlarga agar videoni shu oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, endi sizlarga bonus layfhakni ko'rsataman bolalar. Bolalar, sizlar Minecraftda o'zinglar eng kuchliman deb o'ylaysizlar, lekin sizlar eng kuchli emassizlar. Mana sizlar bamini Ender Dragonga o'targan portalni vashcha buza olmaysizlar, qarab turinglar. Mana ko'rasizlar, umuman buza olmaysizlar. Lekin sizlardan ham kuchligi topildi. U sizlardan ham kuchli kim desa, mana shu bor yo'q bitta dona grip, ya'ni qo'ziqorin. Mana ko'rasizlar, uchtasini buza oladi. Sizlarni qaranglar, sizlar bor yo'q atiga umuman buza olmaysizlar ham bolalar, ko'rasizlar. Mana shu oddiygina qo'ziqorin Ender Dragonning portalini bizni ko'rasizlar bolalar. Вообще bu bonus layfhak просто tak. Bu Minecraft logikasi ham bo'ladi. Qani endi hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Rayzo bo'ldi. Bolalar, videoni oxirida sizlarga bitta narsa aytib o'taman. Meni Telegram kanalim bor. Agar Telegram kanalim borligini bilmasanglar, shunday videodan chiqib turib opsiyasiga kirsanglar, meni Telegram kanalim silkasi bo'ladi bolalar. Hozirda Telegram kanalimda bor yo'g'i 279 odam bor. Keling shuni mingta qilib qo'yamiz bolalar. Qani Telegram kanalimga uchib o'tib ketamiz. Qani ketdi bolalar.